Assalomu alaykum. Ko'rib turganinglardek, bo'y ozgina vaqtga qoldi o'rtoqlar. Endi issiq jon borki, hammada travma, shunga o'xshash holatlar bo'ladi. Ozgina qo'limiz bilan bog'liq muammo bor. Bu degani lekin trilogiyalar bo'lmaydi degani emas. O'zingizlar bilasizlar, ketma-ket bo'ylarga chiqyapman, yaxshi holatdaman. Oktagon ligadan, Sultandan, Sartif, Das hammaligidan, muxlislardan men uzr so'rayman. Bu jangni juda ham kutgandim. Yaxshi holatdaman. Shunaqa bo'lishi kerak ekan, hammasi yaxshilikka. Nimalaymiz, keyingi turnirdimi, endi uni Oktagon yechadi, po-любому. Bu turnirda chiqa olmayotganim uchun men sizlardan chin yurakdan to'g'risi uzr so'rayman. 5 yillik Oktagonda bo'lsam, biror marta bunaqa travmani deb bo'y qolgan vaziyat bo'lmagan. Liga ham, muxlislar ham yaxshi bilishadi, tushunishadi. Keyingi turnirlarda ko'rishguncha, bu bir qadam orqaga, 2 qadam oldinga degani to'g'risi. Salomat bo'linglar.